Hurmatli mas'ullarimiz, assalomu alaykum. Yana bir bor Telegramda texnik nosozliklar ro'y berdi shekilli, chunki aloqada qayta boshlab olish bilan. Chunki talabgorlarimiz, qatnashuvchilar soni ham 100 nafardan oshmay qolgan edi. Shuning uchun qayta boshlashga to'g'ri keldi. Ovozlarni tekshirib olaylik. Jamshidbek. Assalomu alaykum. Ovozingiz yaxshi. Yaxshi eshitilyapti. Marhamat. Bobur aka aloqadamisiz? Hozir. Mas'ullarimiz bog'langunga qadar. Assalomu alaykum. Ishlayaptimi, Jalol aka? Ishlayapti, Habibul aka. Rahmat. Assalomu alaykum, Javlonbek. Akmal aka aloqadamiz. Aloqadamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nasimbek aloqadamisiz? Assalomu alaykum, aloqadaman. Assalomu alaykum. Yaxshi. Va Oybek aka. Umuman barcha mas'ullarimiz deyarli hammasi aloqada. Demak, bugungi ovoz chatimiz yana o'sha qabulning birinchi bosqichi to'liq ro'yxatdan o'tish bo'yicha bo'lib o'tadi. Biz bundan oldin kunning birinchi yarmida bergan e'lonimiz bo'yicha ayrim savollarga, yana bir qator savollarga javob berib o'tib ketamiz. Savollar umumlashgan holatda yana takror savollar bo'lyapti. Bu o'tgan ovoz chatlarimizda ham javob bergandik. Yana takror bo'lsa-da qayta ba'zi tinglovchilarimizga, ba'zi abituriyentlarimizga tushunmovchilik bo'lmasligi maqsadida yana bugun tashkil qildik va yana bir takror bo'ladigan bo'lsa-da o'sha savollarga qisqacha batafsil javob ketishga harakat qilamiz. Men kelishib olaylik, savollarni navbat bilan o'qiyman va mas'ullarga so'z beraman. Mas'ullar tayyor bo'lsa, qisqa batafsil imkon doirasida tushuntirib berishsa yaxshi bo'lishardi. Birinchi savolimiz, bitirgan yilim 2025-yil chiqmayapti, ya'ni o'sha boshqa yillarni tanlashga to'g'ri kelyapti. Nima qilishim kerak? Ushbu savol takror kelyapti. Shunday bo'lsa-da yana bir tushuncha berib o'tsak, Jahongir, marhamat, yoki Habibul aka. Ya'ni bitirgan yillarda abituriyentlarimizda 2024-25 chiqmasligi holatlarida qanday yo'l tutishlari kerak? Assalomu alaykum. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Eshitilyapti ovozingiz. 2025 nimasi ma'lumotlar kelmayotgan bo'lsa, saytda o'sha biz qo'yib berganmiz ma'lumotlarni yangilash knopkasi bor. O'sha orqali ma'lumotlarni yangilab ko'rish mumkin. Unda ham ma'lumotlar kelmaydigan bo'lsa, bitiruvchi ma'lumotlar kelmaydigan bo'lsa, shu bitirgan ta'lim muassasasiga murojaat qilsa, ular ko'rib berishadi. Ma'lumotlar bazasida agar haqiqatan kiritgan bo'lsa, keyin o'sha ma'lumotlarni qayta yangilash bosganda ma'lumotlar to'g'ri yetib keladi. Ya'ni o'sha kabinetida turgan ma'lumotlar yangilash knopkasidan foydalanishimiz tavsiya qilinadi va o'shanda ham chiqmaydigan bo'lsa, bitiruvchini tugatgan ta'lim muassasasi bilan bog'lanish kerak. Bunda tugatgan ta'lim muassasasi bizga to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlarni kiritib beradi va bu ma'lumotlar orqali abituriyentlarimiz ro'yxatdan o'tish mumkin bo'ladi. Ikkinchisi, Habibul aka, shahodatnoma chiqqandan keyin qayta yuklash kerakmi? Ya'ni shahodatnoma hozir bitiruv imtihonlari yakunlanmagan, ya'ni o'sha attestat yoki shahodatnomani olgandan so'ng qayerga kiritishimiz kerak? Biz ro'yxatdan o'tib qo'ygan bo'lishimiz mumkin degan ma'nodagi savolga javob. Habibul aka. Demak, joriy yil bitiruvchilarimiz to'g'risida gap ketyapti. Joriy yil bitiruvchilarimizning ma'lumotlari integratsiya orqali, ya'ni tegishli vazirlik va idoralarning axborot tizimlaridan to'g'ridan-to'g'ri olinyapti ma'lumotlar. Abituriyentlarimiz tomonidan qo'shimcha hech qanaqa ma'lumot kiritish shart emas. Ya'ni joriy yil bitiruvchi sifatida ma'lumot kelsa, shuni o'zi yetarli. Attestat yoki shahodatnoma yoki bo'lmasa o'sha kasb-hunar maktablari bitiruvchilari o'zlarini o'sha elektron shahodatnomalarini qachonki o'qishga tavsiya etilgandan keyin oliy ta'lim muassasalariga taqdim etadilar. Ayni jarayonda test bilan bog'liq yoki bo'lmasa tanlov bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarda qo'shimcha ma'lumot yuklash yoki qo'shimcha ma'lumot kiritish talab etilmaydi. Rahmat kattakon. Nasimbek, navbatdagi savol sizga. Ro'yxatdan o'tishda IELTS sertifikatimni yoki xalqaro sertifikatni raqamini xato kiritib qo'ydim.
yoki bo'lmasa ro'yxatdan o'tishda boshqa IELTS seri raqam o'rniga boshqa sonlarni kiritibman adashib. Shunda nima qilishim kerak? Tekshirilmoqda bo'lib turibdi. Assalomu alaykum yana bir marta. Buni muammoli joyi faqat sertifikat to'g'ri yuklangan o'sha ballari, IELTSdagi TRF sonlari hammasi ko'ringan bo'lsa, bu xodimlar tomonidan qayta ba'zidan tekshiriladi. Iloji boricha nomeri to'g'riroq tersanglar tezroq amalga oshiriladi, lekin agar noto'g'ri terilgan sertifikat bo'lsa ham uni ba'zidan topish muammoli joyi yo'q, hammasi tasdiqlanib beriladi. Agar umuman tasdiqlash imkoni bo'lmasa, abituriyentlar o'zi bilan to'g'ridan-to'g'ri telefon orqali bog'lanib, ulardan qo'shimcha ma'lumot so'ralishi mumkin. Rahmat kattakon. Jamshidbek, navbatdagi savol bu mavzuga ozroq aloqasi yo'q ekan, lekin bu 3-4 marta boshqa nimalardan ham keldi. Diagnostika testiga noto'g'ri buyurtma berilgan, to'lov qilinmagan. Rad qilib yuborsa bo'ladimi degan va ikkinchi savolida to'lov qilinmagan holda imtihon kirsa bo'ladimi? Menda kambag'allik reyestriga kiritilganman. Shu bo'yicha tushuncha bersangiz, deyapti. Rahmat savol uchun. Diagnostika bo'yicha demak noto'g'ri buyurtma berib to'lov qilmagan bo'lsa, uni hech qanaqa отказ qilish shart emas. To'lov qilinmagan bo'lsa o'z-o'zidan hisobga olinmaydi. Keyingi savoli nima dedingiz, Jalol aka? Kambag'allik reyestriga kiritilganman, to'lov qilinmagan holda imtihon kirsam bo'ladimi? Endi bu narsa umumiy holda aytsak bo'ladi. O'sha qayta varaqada ma'lumot chiqadi. Agar to'lov qiladigan toifa bo'ladigan bo'lsa, invoice shakllantiriladi va o'sha 187.500 so'm to'lovni amalga oshirish kerakligi qayd etilgan bo'ladi. Agar to'lov qilmaydigan toifa bo'ladigan bo'lsa, bu yerda bir nechta toifa mavjud. O'sha kambag'al oila bo'ladimi yoki joriy yil bitiruvchisi bo'ladimi yoki yoshlar daftarida turadimi? Shunga o'xshagan to'lovdan ozod qilingan toifalar bo'ladigan bo'lsa, qayta varaqada o'sha nima uchun to'lovdan ozod qilinganligi to'g'risida ma'lumot bo'ladi. Ular to'lov qilish shart emas. Shuning uchun endi bu yerda qayta varaqani ko'rish kerak. Umumiy holda shunday deb tushuntirsak to'g'ri bo'ladi. To'g'ri, albatta. Salomat bo'ling. Jahongir, navbatdagi savolimiz sizga. Fanlar majmuasini noto'g'ri tanlaganman, to'lovni amalga oshirganman. Yo'nalishni qayta o'zgartirishim mumkinmi fanlar majmuasini? Nima qilish kerak? Albatta fanlar majmuasini qayta o'zgartirish mumkin. 25-sanasi 25 sanasiga kiradi. O'sha vaqtda qayta yo'nalishini o'zgartirish mumkin. To'lov qayta amalga oshirmaydi. Biror to'lov 25 yilgacha xohlagancha yo'nalishni o'zgartirish mumkin. Rahmat. Ya'ni o'sha 25-iyun ro'yxatdan o'tish muddati yakuniga qadar siz to'lagan to'lovingizdan qat'iy nazar o'sha to'lagan bo'lsangiz ham barcha fanlar majmuasini, barcha holatlarni o'zgartirishingiz mumkin. Yana bir Jahongir, sizga savol bo'lyapti. Invoice raqam berilgan, lekin uni qayerdan to'lashni bilmayapman. Qayerga to'lash kerak, qaysi platformadan va qaysi bo'limlardan to'lash kerak? O'shanga aniqlik kiritib bersangiz deb savol yo'llagan ekan. Invoice olgan, ya'ni to'lovni qanday amalga oshirish bo'yicha savol yo'llagan ekan. Invoice raqam chiqqan bo'lsa, kabinetiga biz link qo'yganmiz, to'lov sistemasiga integratsiya qilingan. O'sha orqali to'lov qilsak bo'ladi yoki boshqa payment ilovalardan to'lov qilsa bo'ladi. O'sha ko'pincha hozirda DTM deb qidirsa, test markasi chiqadi. Yangilangan bo'lsa, bilim baholash agentligi yoki bilim baholash agentligi deb qidirganda bizlar to'lov nimamiz chiqadi. Bo'limimiz o'sha bo'limga kirganda invoice raqam so'raladi, invoice raqam kiritiladi. O'sha vaqtda invoice raqamga tegishli bo'lgan invoice raqam kimga tegishli bo'lgan ma'lumotlar undan ko'rinadi. Haqida sifatli shartli o'sha summani kiritib to'lov qilish mumkin. Yoki bank kassalarga borib o'sha invoice raqam bilan invoice kvitansiya bor, o'sha kvitansiya asosida to'lov qilish. Rahmat. Kattakon, Jamshidbek, navbatdagi savol umumiy holatda shu boquvchisini yo'qotganlar uchun imtiyoz mavjudmi deb birinchi talabgorlarimiz, abituriyentlarimizdan savol yo'llagan ekan. Umuman o'sha imtiyozlar bo'yicha nogironligi borlar uchun imtiyoz yoki boquvchisini yo'qotganlar uchun aniq imtiyoz bormi deb savol beribdi. Shunga bir aniqlik kiritib o'tsangiz. Rahmat. Endi boquvchisini yo'qotgan deganda nimani nazarda tutganiga bog'liq.
amaldagi qonunchilik hujjatlarida o'sha mehribonlik uyida yoki so'z bolalar mahallalarida tarbiya topgan abituriyentlar uchun alohida 1% kvota ajratilishi belgilangan va mana shu yerda vasiylikka olinganlar uchun ham bu amaliyot joriy etilishi, ya'ni ular uchun ham imtiyoz ishlashi qayd etildi. O'sha keyinchalik qonunchilik hujjatlariga o'zgartirish kiritilgan holda bu yerda abituriyentimiz aniqlashtirishi kerak. Endi ularning holatini biz bilmaymiz. Agar ular rasman o'sha adashmasam hokimiyatdan beriladi. Hozir ijtimoiy himoya milliy agentligi shug'ullanyapti bilishimcha. Vasiylikka olinganligi to'g'risida hujjat bo'ladigan bo'lsa, ular uchun imtiyoz ishlaydi. Bu ularni qayd varaqasida ham ko'rinadi. Lekin u hech qanaqa vasiylikka olinmasdan qaysidir bir qarindoshini qaramog'ida bo'ladigan bo'lsa, u holatda asoslovchi hujjat mavjud emas. Ular uchun imtiyoz qo'llanmaydi. Endi imtiyoz qo'llanadigan bo'lsa, u qanday ishlaydi deydigan bo'lsak, o'sha ular uchun alohida 1% kvota ajratiladi. Umumiy grant soniga nisbatan shu kvota doirasida alohida mana shu toifadagi abituriyentlar qatnashishi mumkin, o'zaro kurashadi va o'sha davlat granti uchun minimal ballni to'plasa, shu kvota doirasida tanlovda ishtirok etib, agar yetarli ball to'plasa o'qishga kiradi. Odatda buni o'tish balli juda ham past bo'ladi. Kvotalarni deyarli bo'sh qolib ketish holatlariga ham duch kelamiz. Shuning uchun minimal talabni bajarish aksariyat holatlarda o'qishga kirish uchun yetarli bo'ladi. Endi nogironligi bo'lgan shaxslarda ular uchun ham imtiyoz mavjud. Ular uchun 2% qo'shimcha kvota ajratiladi. Bu ham xuddi yuqoridagi ta'kidlaganimiz bilan bir xil ishlash mexanizmi, faqat ularda 1% emas, 2%. Endi nogironligi bo'lgan shaxslarga kimlar kiradi degan savol qo'yiladigan bo'lsa, nogironlik bizda O'zbekistonda 3 ta toifaga beriladi. 3 ta guruh mavjud, aniqrog'i. Birinchi guruh, ikkinchi guruh, uchinchi guruh va 4-chi toifa sifatida bu nogiron bola degan tushuncha ham mavjud. Bu o'sha 18 yoshga to'lmaganlarga hali guruh berilmaydi, nogiron bola tushunchasi ishlatiladi. Shu holatda demak birinchi guruh, ikkinchi guruh bo'ladigan bo'lsa yoki nogiron bola toifasiga kiradigan bo'lsa, ularga imtiyoz ishlaydi. Nogironligi 3-guruh bo'ladigan bo'lsa, imtiyoz ishlamaydi. Endi ko'zi ojiz toifadagi abituriyentlarimiz ham bor. Ular uchun ham imtiyoz belgilangan. Ular test sinovlarida ishtirok etish shart emas. Ular oliy ta'lim muassasalari tomonidan o'tkaziladigan maxsus imtihonda ishtirok etishadi va o'sha maxsus imtihondan o'tadigan bo'lsa, bu yerda imtihon 100 ballik baholash tizimida yoki 5 ballik baholash tizimida bo'lishi mumkin. 100 ballik baholash tizimida 55 ball yoki undan yuqori ball oladigan bo'lsa yoki 5 ballik baholash tizimida 3, 4 yoki 5 oladigan bo'lsa, ular imtihondan o'tgan hisoblanadi va ularning sonidan qat'iy nazar hech qanaqa tanlovlarsiz hammasi qo'shimcha kvota asosida talabalikka tavsiya etiladi. Rahmat. Jamshidbek, shu yerda bir qo'shimcha imtiyoz bo'yicha savol bor edi. Vatan tayanch imtiyoz bo'yicha barcha oliy ta'lim muassasalariga tegishlimi yoki faqat ayrimlarga tegishlimi, shuni ham? Vatan tayanchi adashmayotgan bo'lsam, faqatgina harbiy oliy ta'lim muassasalariga tegishli edi. Xuddi shu savoldan aniqlashtirmoqchi bo'lgandim. Tushunarli, rahmat. Habibul aka, navbatdagi savol sizga. Ijodiy imtihonlar qachon va qanday o'tkaziladi yoki bo'lmasa o'sha ruxsatnomalar qachon chiqadi, ruxsatnomani yuklay olmayapman degan savollar bo'lgan. Chunki bunda albatta abituriyentlarimizga tushuntirib berib o'tsangiz, hozir ruxsatnomalar o'zi chiqishi kerakmi yoki hali vaqti bormi, bu bo'yicha bir aniqlik kiritib ketsangiz. Qachon imtihon o'tkaziladi, qachon ruxsatnoma chiqadi degan ma'noda savollar juda ko'p kelgan ekan, o'shani bir umumiy holatda. Demak, imtihonlar o'tkazish kunlari hali aniq belgilanmagan. Bu davlat komissiyasi tomonidan belgilanadi. Imtihon kunlari belgilangandan so'ng, ya'ni qabul jarayonlari to'liq yakunlangandan keyin imtihondan bir hafta oldin, endi misol uchun aytamiz, misol uchun imtihon deylik 14 yoki 15-iyunda boshlansa, misol uchun bundan bir hafta oldin biz ruxsatnomalarni e'lon qilamiz, ya'ni sizning ruxsatnomalaringiz chiqdi, test topshirish o'sha joyi, adresi, ya'ni ruxsatnomada hamma ma'lumot bo'ladi. Hozir berilayotgan savollar o'sha ruxsatnoma ololmayapman, DTM ololmayapman deydigan abituriyentlarimiz uchun hozir DTM yo'q, ya'ni olish imkoniyati yo'q, chunki hali u imtihon kunlari belgilanmagan, chunki qabul to'liq oxirigacha yakunlanmagan. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkin,
ya'ni biz bir hafta oldin aniq kuni va joyini ruxsatnomalarni beramiz. Bu test uchun endi ya'ni davlat o'sha bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan o'tkaziladigan test sinovlari uchun beriladigan ruxsatnoma. Kasbiy ijodiy imtihon nimalari, ruxsatnomalari uni ham o'sha kasbiy ijodiy imtihon o'tkazishdan oldin albatta beramiz. Bu bo'yicha qaysi sanadan boshlanishi ham hali aniq emas. Bu ham o'sha bir hafta oldin e'lon qilinadi va o'sha ruxsatnomada belgilangan manzilda o'tkaziladi kasbiy ijodiy imtihonlar. Ya'niki hozir abituriyentimiz tomonidan kasbiy ijodiy imtihon o'tkaziladigan oliy ta'lim muassasasi tanlab berilyapti. Ya'ni tanlov ro'yxatdan o'tayotgan paytda agar kasbiy ijodiy imtihon topshiradigan ta'lim yo'nalishiga topshirmoqchi bo'lgan nomzodlarimiz uchun bu yerda o'sha oliy ta'lim muassasasida qachon qaysi sanada imtihon olinishini buni e'lon qilamiz. Hozircha o'sha umumiy DTM ololmayapman, DTM qachon bo'ladi, imtihon qachon bo'ladi degan savollarga umumiy qilib hali e'lon qilingan yo'q. Biz o'sha imtihon boshlanishidan bir hafta oldin o'zimizda o'sha rasmiy veb-saytlarimizda, Telegram kanallarimizda e'lon beramiz. O'sha e'lonni ko'rdiki, kirib shaxsiy kabinetdan ruxsatnomasini yuklab olsa bo'ladi. Rahmat kattakon. Habibulla aka. Aha. Menimcha o'sha kasbiy ijodiy imtihonlar test sinoviga o'xshab bir hafta oldin e'lon qilinmasa kerak. O'tgan yilgi amaliyotdan kelib chiqsa, shu iyul oyini boshida boshlangandi. O'zi ro'yxatga olish 25-da tugaydigan bo'lsa, sal qisqaroq vaqt qolishi mumkin. Menimcha shu iyun oyini oxirida kuzatib turishsa, menimcha iyul oyini boshidan balki boshlanib qolar va sal e'tiborli bo'lib turish kerak. Yoki o'sha Albatta e'lon beramiz Jamshidbek bu bo'yicha. Yoki abituriyentlarimizga tavsiya qilsak bo'ladi, ular kasbiy ijodiy imtihonni qaysi oliy ta'lim muassasasida topshirishni ular belgilab ketyapti. Shu oliy ta'lim muassasasi bilan kontakt o'rnatib, ulardan rejasini olib turishi ham bo'ladi balki. Yo'q, hali chunki qabul to'liq yakunlanmagan, shuning uchun ularda ya'ni oliy ta'lim muassasalarida ham to'liq reja shakllantirilmaganda, ular ham talabgorning sonidan, nimasidan kelib chiqib imtihon kunlarini belgilaydi-da, o'sha kun belgilanmagan. Shu oyda oxirida menimcha ularga aloqaga chiqsa demoqchiman. Ya'ni ular bir hafta oldin e'lon qilinadi deb oyda oxirida bemalol bo'lib qolsa, o'tib ketib qolmasin degan ma'noda aytdim. To'g'ri. Oldinroqdan bahor bo'lib, baribir ijtimoiy tarmoqlarda, kanallarda Albatta, ro'yxatga olish tugagandan keyin qo'shimcha e'lonlar beriladi. Agar har qanday o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, bu albatta abituriyentlarimizni eslatma sifatida oldinroqdan Jamshidbek bahor bo'lib tursin degan ma'noda aytishdi, to'g'ri. Navbatdagi savolimiz Jahongir sizga. Platformadan ro'yxatdan o'tayotganda ID karta shartmi yoki ko'k pasport ham bo'ladimi degan, ya'ni ko'k pasport amaldagi shu biometrik pasport yoki ID karta olishim shartmi? Shu ID karta bilan bog'liq holatlarda juda ko'p tushgan, chunki ID kartadan ustozimiz ID karta bo'lishi shart degan, kimdir bunisi ham bo'ladi degan. Shunga aniqlik kiritib ketsangiz Jahongir, marhamat. Tizimli ro'yxatdan o'tishda ID karta yoki oldingi pasport ma'lumotlari ham bo'ladi. Chunki unda Islomlashtirish agentligi bilan biz to'g'ri integratsiya qilganmiz. Bu ID karta yoki oldingi eski qog'oz pasport, yashil pasport ma'lumotlari kirgan ham o'zini ma'lumotlari kelib chiqsa bo'ladi. Ya'ni amal qilish muddati mavjud bo'lgan biometrik pasport yoki o'sha ID karta ikkalasi ham o'tadi, demak to'g'ri. Jahongir, navbatdagi savolimiz sizga yana bitta raqamdan ikkita odam ro'yxatdan o'tganmiz. Muammo bo'ladimi? Ya'ni bir raqamdan ikkita odam ro'yxatdan o'tgan muammo bo'ladimi? Ya'ni kimdir boshqa odam bilan ikkalasi ham o'tgan bo'lsa, muammo bo'ladimi degan savolni yo'llayapti. Bitta raqamdan kishi topshira olmaydi tizimda. Shunaqa savol berilgan ekan, balkim siz o'tmoqchimiz degan ma'noda bergan. Yo'q, alohida raqam bilan o'tiladi. Chunki ro'yxatga o'tishning o'zi xato chiqarib beradi. Ularga xabarlanmasin. Nima sababdan ro'yxatga o'tolmayotganligi. Bir alohida pasport va alohida telefon raqami bilan ro'yxatga o'tish kerak. To'g'ri, chunki ro'yxatdan o'tishda bu tasdiqlash bilan bog'liq SMS kod. Albatta har bir qadamingizni tasdiqlab, haqiqatan siz shu fanlar majmuasini tanlaganingizni tasdiqlash uchun ham kerak bo'ladi. Demak, bitta raqamdan ikkita odam ro'yxatdan o'tishi mumkin emas va iloji yo'q. Jalolbek, shu yerda bitta narsani aniqlashtirib ketishimiz kerak. Agar abituriyent bitta raqamdan kirib turib,
pasport ma'lumotlarini to'ldirib fanlarni tanlab tasdiqlagandan keyin yana ma'lumotlarini boshqa odamga o'zgartirib boshqadan topshirib qo'ygan bo'lsa birinchi arizasi o'z-o'zidan yo'qolib ketib qolgan bo'ladi. Shunga e'tibor qaratish kerak. Bu kabinet bitta, telefon raqam bitta odamga bog'lanadi. Shuning uchun endi bular hozir ro'yxatdan o'tgan deb aytyapsiz. Ro'yxatdan o'tgan bo'lsa birinchi arizasi yo'q bo'lib ketgan bo'lib, ustiga qilib yuborgan bo'lishi mumkin. Shunga e'tibor qaratib qo'ysa yaxshi bo'lardi. To'g'ri, balkim o'sha qaydnomani yuklab olgandan so'ng ikkinchi odamni yana qaydnomasini yuklab olib bir kishi ro'yxatdan o'tgan bo'lishi ham mumkin, chunki boya aytganingizdek oldingi kabinet yo'q bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hurmatli talabgor, savol berdingiz, o'sha bitta raqamdan ikkita odam ro'yxatdan o'tgan muammo bo'ladimi? Albatta muammo bo'lar ekan. Bu narigi qaysidir abituriyentning ikki kishidan bir kishining arizasini yo'q bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun tekshirib ko'ring. Onlayn o'sha qo'lingizdagi qog'ozga qarab emas, balkim o'sha belgilangan nima bo'yicha tekshirib ko'ring. Agar ikkalasi hamdan biri yo'q bo'lsa, demak muammo bo'lgan bo'ladi. Mana Jamshidbek shu yerda yana bir savol ketdi. Xalqaro olimpiada bor. G'olibi bo'lsa imtihonlarsiz talabalarga tavsiya etiladi degan xabar chiqqan qaydnomasida. Bu imtihonda qatnashmaydimi degani to'g'rimi degan savol beryapti. Xalqaro olimpiadalar ko'p, lekin ularning ichida 5 tasi to'g'ridan to'g'ri talabalarga tavsiya etish uchun asos bo'ladi. Bular prezident qaroridan belgilangan. Agar mana shu xalqaro olimpiadalardan biri bo'yicha g'olib bo'lgan bo'lsa, Maktabgacha maktab ta'limi vazirligi ularni taqdim etadi. Abituriyent qayta varaqasida chiqadi. Agar qayta varaqasidagi haqiqatan xalqaro olimpiadasi qayd etilgan bo'lsa, ular imtihonsiz to'g'ridan to'g'ri talabalarga tavsiya etiladi. Demak, Respublika fan olimpiadasi bo'lsa, faqat bitta fandan. Yo'q, bu yerda Jachikov olimpiadasi, matematika xalqaro matematika olimpiadasida degan xabar chiqqan ekan va bunda qatnashmaydimi deb yana ikkilangan holda so'rayotgan ekan qaydnomasida. Testga qatnashmaydimi, aniqmi degan ma'noda. Shuning uchun aniqlashtirish uchun berildi bu savol. Jahongir, navbatdagi savolimiz sizga. Uzbmbu saytiga ro'yxatdan o'tgan raqamni o'chgan, tiklab bo'lmayapti. MyGov orqali kirsa ham kod kelmayapti. Ma'lumotnoma hech qanaqa bermayapti. Nima qilish kerak? Ana raqam o'chgan, tiklab bo'lmaydi. MyGov orqali kirsa ham kod ola olmayotgan ekan. Oldin agar ro'yxatdan o'tib qo'ygan bo'lsa, raqamni o'chib ketadigan bo'lsa, hech qayta kira olmaydigan bo'lsa, bizga o'sha kabinetga kirish uchun One ID orqali ham kirish imkoniyati qilib berganmiz. One ID orqali ham kira olmaydigan bo'lsa, to'g'ri ariza olib bizdan xabarlash, o'zgartirib berishingiz mumkin bo'ladi. To'g'ri, demak, orqali kira olmaydigan bo'lsa yoki telefon raqami yo'qotgan, qayta kira olmaydigan bo'lsa, hududiy bo'limlarga yoki bilim bog'lashga kelib arziya qilsa, o'zgartirib berish bu to'g'ri. Bu albatta barcha uchun emas. Bu faqat juda kamdan kam holatlarda bo'ladi. Ya'ni to'liq raqamingiz o'chgansiz, tiklab bo'lmaydi va MyGov orqali kirganingizda ham login parollaringizni eslolmay qolib, o'sha vaqtda murojaat qilishingiz mumkin. Lekin qolgan holatlarda to'liq o'sha raqamni yoki login parolni eslab tiklash funksiyalari to'liq ishlab turibdi. O'zi umuman ID orqali kirib, kabinetidan telefon raqamini yangi raqamga o'zgartirish imkoniyati mavjud. O'sha One ID orqali kira olsa, shu One ID bilan kirib o'zgartirsa bo'ladi. Marhamat. Abdulla aka. Jonibek aka, qo'shimcha qilmoqchi edim. Bundan tashqari o'sha mobil ilovamiz ham nima qilingan, ishga tushirilgan. Bu yerda o'sha Face ID bilan kirish, ya'ni tizimga kirish degan funksiya qo'shilgan. O'sha yerda Face ID bilan, ya'ni u yerda PNFL bilan pasport raqamini terib, ya'ni yuzdan nima qilib kirish imkoniyati bor. Kiradi va o'sha shaxsiy kabinetga kirgandan keyin sразу nimasini, telefon raqamini shaxsiy kabinet ichida o'zini hozirgi ishlaydigan telefon raqamiga almashtirib olsa bo'ladi bemalol. To'g'ri. Abdulla aka, shu o'rinda bir savol bor edi, shu qo'shimcha siz savolingizga. Ko'pchilik bilyapti-da, ro'yxatdan o'tganman, lekin qanday bilaman ro'yxatdan o'tganligimni? Qanday tekshirib ko'rmoqchi bo'lsam, qanday bilaman aniq ro'yxatdan o'tganligimni, qolib ketmasligimga degan savollar bor ekan. Qachon abituriyent ro'yxatdan o'tganligiga ishonch hosil bo'ladi? Abdulla aka, aloqadamiz.
Jonibek, savol ozgina tushunmay qoldim oxirini. Ha, ro'yxatdan o'tganman, lekin yana tekshirib ko'rmoqchiman. O'zi qanday holatda abituriyent ro'yxatdan o'tgan bo'ladi? Nimasiga qarab ro'yxatdan o'tganligimni bila olaman degan savollar bor endi birinchi marta ro'yxatdan o'tayotganlar uchun. Bu yerda shaxsiy kabinetiga kirib, qayd varaqani yuklab olsa, qayd varaqada hamma ma'lumot ko'rsatilgan. Ya'ni qayd varaqasi mavjud abituriyentimiz, demak, ro'yxatdan o'tgan hisoblanadi. Bo'ldi. Demak, qayd varaqada hurmatli abituriyentlar, demak, qayd varaqa to'liq shakllangan bo'lsa, sizda yuklab olish funksiyasi yoki bo'lmasa ayrim holatlarda ko'pchilik qayd varaqasini yuklab olib, menda ochmayapti degan savollar ham berdi. Aslida bu telefon bilan texnik holatlariga bog'liq. Ayrim telefonlar o'sha Word yoki PDF fayllarni ochish uchun, Office fayllarni ochish uchun mo'ljallanmagan bo'ladi, balkim boshqa kompyuterda yoki boshqa nimalarda ochib ko'rishingiz mumkin. Demak, qayd varaqa shakllangan bo'lsa, siz ro'yxatdan o'tgan bo'lasiz. Qayd varaqada chiqqan barcha ma'lumotlar, sizga tegishli ma'lumotlar, imtiyozlaringiz, sertifikatlaringiz yoki qaysidir nimalar hammasi o'sha yerda ko'rsatilgan bo'ladi. Nasimbek, navbatdagi savolimiz 7-iyun kuni IDP va British IELTS topshirganlar natijali qayta tekshiruvga tushgan. Hali natija yo'q. Bu holat hisobga olinadimi? Savolga javob bersangiz. Sertifikatlarni yuklash bo'yicha o'sha ro'yxatdan o'tish tartibi bu tegishli farmon bilan belgilab qo'yilgan. 5-dan 25-gacha, 25-kun ham bu sanani o'z ichiga oladi. Endi shu kungacha ulgurib, nima deydi, natijalar, sertifikatlarni olib yuklagan abituriyentlarni sertifikatlari tekshirib, tegishli bo'lgan imtiyozlar ajratib beriladi, lekin 26-kuni, 27-kuni bir qanaqadir qo'shimcha so'rov, boshqa usullar orqali sertifikatni yuklash imkoni mavjud emas. O'sha tegishli tartib bo'yicha ro'yxatdan o'tish mobaynida abituriyentlar belgilangan tartibda o'zlariga tegishli bo'lgan sertifikatni yuklashlari lozim. Rahmat. Demak, o'sha sertifikat muddatlarini yuklash muddati biz avvalgi ovoz chatlarimizda ham, umuman videoroliklarda ham tavsiya sifatida abituriyentlarimizga 20-iyunga qadar maksimal xalqaro sertifikatlarni yuklang degan ma'noda aytganmiz. Chunki bilasiz, xalqaro sertifikatlarni tekshirish, verifikatsiya qilish, uni haqqoniyligini aniqlashda biroz muddat talab qiladi, balkim 1 kun, balkim 2 kundir. Shuning uchun o'sha oxirgi sana 25-sana kunga qadar yuklangan sertifikatlar barchasi tekshirib bo'linadi, lekin undan so'ng yuklangan sertifikatlarga hech qanaqa imtiyozlar qo'llanilmaydi. Bu o'sha belgilangan talab asosida barcha uchun bir xil qilib belgilangan. Jamshidbek, navbatdagi savolimiz avvaliga o'sha iqtisod yo'nalishiga tegishli fanlar majmuasini tanladim. Imtihondan keyin balim yuqoriroq chiqsa, Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universitetiga topshirsam bo'ladimi hujjatlarimni? Ya'ni o'sha tanlovda o'zgartirsam bo'ladimi deyapti. Menimcha bunda. Rahmat. Endi abituriyentlarimiz hozir hech qanaqa yo'nalish tanlayotganlari yo'q. Agar ular alohida talab etiladigan ta'lim yo'nalishlarini tanlamayotgan bo'lsa, demak, iqtisod yo'nalishini tanladim deganda, ular u yerdagi yozuv fanlar majmuasini aniqlash, ya'ni yo'nalish tanlaganda faqat fanni aniqlash uchun tanlayapti. Demak, birinchisi matematika, ikkinchisi chet tili deb tanlayapti. Shu fanlar majmuasida diplomatiya universitetida mos yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, bemalol tanlash mumkin. O'zi umuman abituriyentlarimizda o'sha fanlar majmuasini aniqlash uchun tanlayotgan yo'nalishi u yo'nalishga hujjat topshirganini anglatmaydi. Faqat bu qaysi fanlardan qaysi tilda imtihon topshirish kerakligini aniqlash uchun so'ralayotgan ma'lumot xolos, dastlabki ma'lumot. Abituriyentimiz imtihon topshirib, balni bilib olgandan keyin o'sha imtihonni qaysi fanlardan topshirgan bo'lsa, imtihon topshirgan tilida shu fanlar bo'yicha mos yo'nalishlarni istalganini tanlasa bo'ladi. Unda ta'lim shakliga ham, oliy ta'lim muassasasiga ham cheklov yo'q. Eng asosiysi fanlar majmuasi bilan ketma-ketligi hamda o'sha test topshirish tili mos tushishi. To'g'ri. Rahmat. Rahmat kattakon. Yana bir savolimiz bor. Habib aka, menimcha bu savol sizga. Turk yoki arab tilidan 0 sertifikatim bo'lmasa, testni shu tillardan topshirib belgilasam bo'ladimi? debdi. Bu ya'ni o'sha MyUzBMBU saytida chiqqan o'sha chet tilini tanlash bo'limida o'sha savollardan biri ekan. Agar 0 yoki ya'ni o'sha sertifikatim bo'lmasa, shulardan test topshirsam bo'ladimi? Ya'ni fanlar majmuasida birinchi fan chet tili bo'lgan yo'nalishlarga nisbatan aytilyaptimi? Yo'q, bu menimcha umumiy holatda aytilyapti.
balkim o'sha birinchi chet tili bo'lgan yo'nalishlar uchun ham aytilayotgan bo'lishi mumkin. Talabgorimiz to'liq savolni qoldirmagan ekan. Umumiy holatda sifirim bo'lmasa test topshirsam bo'ladimi deyapti. Agar birinchi yo'nalishda qanaqa bo'ladi, qolganlarda qanaqa bo'ladi? Shuni bir aniqlashtirib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Demak, joriy yildan boshlab birinchi fanlar majmuasida birinchi fani chet tili, ya'ni o'sha chet tili fani bo'ladigan bo'lsa, sertifikat talab qilish talabi joriy qilingan. Bu PF 81-farmon bilan, prezident farmoni bilan. Demak, bu yerda abituriyentimiz o'sha chet tilidan sertifikatga ega bo'lish, ya'ni birinchi chet tili sertifikatini yuklaydi, oldin ham aytib o'tdik buni. Keyin u tasdiqlanadi yoki bo'lmasa milliy sertifikat bo'ladigan bo'lsa avtomatik chiqadi. Endi agar chet tilidan sertifikat mavjud bo'lmasa, bu endi ikkinchi fanlarga, ikkinchi fani chet tili bo'lgan fanlar majmuasiga qaraydigan bo'lsak, deylik, iqtisod yo'nalishiga topshirmoqchi, birinchi fani matematika, ikkinchi fani chet tili. Bu yerda chet tilini istalgan o'sha 15 ta chet tilidan istalgan birida test topshirib, bemalol o'sha test natijasi bo'yicha tanlovlarda ishtirok etish imkoniyati mavjud. Ya'ni sertifikati mavjud bo'lmasa. Rahmat. Jamshidbek, sizga savol. Test sinovlarigacha hali ancha bor-ku, lekin pasportimiz yo'qolgan. Vaqtinchalik qizil pasport bilan, ya'ni o'sha xorijga chiqish pasporti bilan imtihonga kirish mumkinmi, deyapti. Bu oldinroq berilgan savol ekan. Ancha. Rahmat. Demak, imtihonga abituriyentlarimiz amaldagi biometrik pasport, o'sha yashil pasport yoki eski pasport deyishadi. Biometrik pasport bilan yoki ID karta bilan yoki xorijga chiqish pasporti bilan yoki yangi turdagi haydovchilik guvohnomasi bilan kirishi mumkin. Yoki o'sha ro'yxatdan o'tgan ID kartasini yo'qotib qo'ygan bo'lsa, u ham muammo emas, chunki abituriyentda shaxsiy identifikatsiya raqami bo'ladi. Ko'pchilik buni PNFL deb aytadi, 14 xonali raqam. Bu o'zgarmaydi yangi pasport olgan taqdirda ham. Shuning uchun bundan hech qanday xavotirga tushmasdan o'sha yangi ID karta olib yoki xorijga chiqish pasporti bo'ladigan bo'lsa, xorijga chiqish pasporti bilan imtihonga kelsa bo'ladi. Rahmat. Xabdulla aka, navbatdagi savolimiz sizga. 9-10 sinflar bitiruvchilari imtihon topshira oladimi? Bizga ham imkoniyat beriladimi degan ma'noda savol yo'llagan bir necha 10 sinf o'quvchilari. Shunga bir aniqlik kiritib ketsangiz. Ya'ni umumta'lim maktabini bitirmagan o'sha yoshlarimiz, o'quvchi yoshlarimizga ruxsat berilmaydi. Ya'ni o'sha Vazirlar Mahkamasining 393-sonli qarorida ham ketgan. Ya'ni umumiy o'rta ta'limni to'liq yakunlagan, ya'ni o'sha umumiy o'rta ta'lim attestatiga ega bo'lgan talabgorlar oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishiga hujjat qabul qilinishi, ya'ni hujjat topshira olinishi belgilangan. Shu yerda shu qaror asosida ularga imkoniyat mavjud emas, ya'ni hujjat topshirgan taqdirda ham baribir qarorida bu narsa turibdi. Hech qanaqa nima bo'lmaydi, ya'ni o'qishni davom ettira olmaydi oliy ta'lim muassasasiga tavsiya etilgan taqdirda ham. Shuning uchun tegishli vazirlik va idoralarning axborot tizimlari bilan integratsiya qilingan holda bu narsani o'sha ro'yxatdan o'tish jarayonida oldini olish ko'zda tutilgan. Shuning uchun hozirgi kunda maktabni bitirmagan 10-yoki 9-sinf bo'lgan o'quvchi yoshlarimizga unaqa imkoniyat yaratilmagan. Rahmat kattakon. Jamshidbek, men avval huquqni muhofaza qilish tergov faoliyati yo'nalishiga hujjat topshirib, imtihon ham topshirdim. Savolim, hozir davlat oliy ta'lim muassasalari imtihonlari uchun ariza qoldirmoqchi bo'lsam, faqat yurisprudensiya yo'nalishi chiqib turibdi. Davlat oliy ta'lim muassasalariga ariza berib imtihonda qatnasha olamanmi? Fanlar majmuasida matematika, ingliz tili yo'nalishini tanlamoqchi bo'lsam, faqat yurisprudensiya chiqyapti. U akademik o'qishga qabul qilingan, qilinmaganligimni qachon bilsam bo'ladi? Qilinmasam oliy ta'lim muassasalariga ariza berishim kerakmi degan umumiy savol sifatida beribdi, aralashib yozgan ekan. Umumiy tushunarli, Jamshidbek, maqsadi. Tushunarli, Jalol aka, rahmat. Demak, Vazirlar Mahkamasining 775-son qarori mavjud. Bu o'sha Huquqni o'zi qilish akademiyasi bo'ladimi yoki boshqa harbiy oliy ta'lim muassasalari bo'ladimi? O'sha harbiy oliy ta'lim muassasalariga qabulni tartibga soladi. Bunda harbiy oliy ta'lim muassasalariga topshirgan abituriyentlar
shu harbiy oliy ta'lim muassasasini mos ta'lim yo'nalishidagi fanlar majmuasiga muvofiq ravishda unga mos bo'lgan 5 tagacha davlat oliy ta'lim muassasasini tanlashi mumkin. Ya'ni bunda odatda nolovoy deb aytamiz. Harbiy oliy ta'lim muassasasi 0-chi bo'ladigan bo'lsa, undan tashqari yana 5 ta davlat oliy ta'lim muassasasini tanlash mumkin. Endi bularda yurisprudensiyaga mos chiqayotgani o'sha tergov faoliyati, Huquqni o'zgartirish akademiyasining tergov faoliyati bakalavriat ta'lim yo'nalishini kirish imtihonlari o'tkaziladigan fanlar majmuasi yurisprudensiyaniki bilan bir xil. Shuning uchun ular nolovoy sifatida, ya'ni eng birinchi o'qishga kirish istagi sifatida harbiy oliy ta'lim muassasasini tanlayapti. Huquqni o'zgartirish akademiyasi tergov faoliyatini. Shuning uchun faqat shuni tanlash imkoniyati berilyapti. Endi unga kirgan kirmaganini bu davlat oliy ta'lim muassasasiga kirish imtihonlari o'tkazilgandan keyingina bilish mumkin. Chunki harbiy oliy ta'lim muassasalariga qabul ham shu davlat oliy ta'lim muassasasiga kirish imtihonlari o'tkazilgandan so'ng shuni bali asosida tanlovi qilinadi. Shu qator Huquqni o'zgartirish akademiyasida ham faqat endi tanlovni harbiy oliy ta'lim muassasasi o'zi qiladi. Endi mana Huquqni o'zgartirish akademiyasini dastlabki imtihonlari bor edi. Dastlabki psixologik tanlov va yozma imtihon. Bu imtihonlar o'tkazildi. Uni natijalari e'lon qilindi. Demak, abituriyentimiz o'zini psixologik tanlov bo'yicha imtihon natijasini ham, yozma imtihon natijasini ham bilgan bo'lishi kerak. Shaxsiy kabinetidan agar hali ko'rmagan bo'lsa, kirib ko'rib olishi mumkin. Agar Huquqni o'zgartirish akademiyasiga o'qishga kirishga ko'zi yetadigan bo'lsa, shu yo'nalishda ketishni xohlasa, mos ravishda o'sha davlat oliy ta'lim muassasasiga kirishda unga mos fanlar majmuasini tanlash kerak. Agar u yerda o'qish istagini bildirmasa, boshqa yo'nalishdan ketishni xohlasa, fanlar majmuasini almashtirmoqchi bo'lsa, bevosita Huquqni o'zgartirish akademiyasiga murojaat qilib, o'sha harbiy oliy ta'lim muassasasida o'qish istagi yo'qligini bildirgan holda ariza yozib, uni отказ qilish kerak. Ular demak o'zlaridan bazadan olib tashlaydi, ya'ni Huquqni o'zgartirish akademiyasiga topshirganlar qatoridan chiqarib tashlaydi. Shunda unga barcha fanlar majmuasi ochiladi. Ya'ni bu yerda tanlov abituriyentni o'zida, ular xoh u yo'ldan, xoh bu yo'ldan ketishlari mumkin. Rahmat. Rahmat kattakon. Batafsil tushuntirish berdingiz. Jahongir, marhamat, sizda bitta savol kelib tushdi. MyGovdan ariza topshirgandim. 2 ta ariza raqam bo'lib qolibdi. Ikkisi ham bir vaqtda topshirilgan. Bitta ariza faqat 2 ta bo'lib chiqyapti. Ariza raqami, shuni bittasini bekor qilish kerakmi? MyGovga aloqaga chiqdim, sizlar bilan bog'lanishimni aytdi. Yo'q, agar MyGov faqat ariza topshirgan bo'lsa, hamma arizasi uni kabinetda qolib ko'rsatiladi. Bizga eng oxirgi ariza bergan vaqtda, eng oxirgi bergan arizasi u SMS bilan tasdiqlangan holatda o'sha arizasi hisobga olinadi. Oldingi arizalarni o'chirish shart bo'lmaydi. Bizning saytdan kirib olasiz, o'zgartirish olasiz, MyGovga kirib o'zgartirish mumkin. Eng oxirgi bergan arizasi va uni SMS bilan tasdiqlagan holatda o'sha arizasi bizda hisobga olinadi. Demak, oxirgi kelib tushgan ariza hisobga olinar ekan. Hurmatli o'rganimiz. Xayrullo aka, to'g'ri, SMS bilan tasdiqlangan. Hop, yana bir savolimiz bor. Xayrullo aka, assalomu alaykum. Meni biologiya, kimyo ona tilida milliy sertifikatim bor, o'zbek tilida sertifikatlar olganman. Hozirda meditsina instituti rus fakultetiga o'qishga topshirmoqchiman. Shu sertifikatlardan foydalansam bo'ladimi? Javob uchun rahmat, debdi. Ya'ni kimyo, biologiya ona tilidan milliy sertifikati bor ekan o'zbek tilida va hozir meditsina rus fakultetiga o'qishga topshirmoqchi ekan. Shu tartibi qanday bo'ladi umumiy holatda? Jamshidbek yoki Xayrullo aka? Demak, o'sha ona tili deganda qaysi fanni nazarda tutayotganiga bog'liq, Javlonbek aka. Menimcha o'zbek tilini nazarda tutyapti. Agar endi mayli umumlashtirib tushuntirib ketaylik hammaga nisbatan. Mana agentlik tomonidan 9 umumta'lim fanidan milliy sertifikat imtihonlari o'tkaziladi. Bu ona tili adabiyot, buning ichida 3 ta fan bor. O'zbek tili va adabiyoti, rus tili va adabiyoti, qoraqalpoq tili va adabiyoti. Bu uchalasi alohida fanlar. Bulardan bittasida olingan sertifikat boshqasiga o'tmaydi. Demak, o'zidan o'zbek tilidan sertifikat olgan bo'ladigan bo'lsa, ular test topshirish tili sifatida rus tilini tanlasa, majburiy fani rus tiliga aylanadi. O'z-o'zidan bu o'tmaydi. Endi boshqa fanlarga keladigan bo'lsak, kimyo, biologiya, fizika, matematika, tarix, geografiya fanlariga keladigan bo'lsak, bular hammasi bitta, har biri alohida bitta fan. Endi u yerda o'zbek tilida, rus tilida, qoraqalpoq tilida topshirishi mumkin, lekin qaysi tilda topshirsa ham biz uni
qaysi fanni bilishini baholayotgan bo'lamiz. Shuning uchun deylik biologiyadan yoki kimyo fanidan milliy sertifikatni qo'lga kiritgan bo'lsa, u qaysi tilda qo'lga kiritganidan qat'iy nazar oliy ta'lim muassasasiga kirishda qo'llanadi. Bunda muammo yo'q. Demak, yuqorida berilgan savoldan tushunadigan bo'lsak, kimyo, biologiya fanlaridan olgan sertifikati o'tadi, lekin o'zbek tilidan sertifikat olgan bo'lsa, uni rus yo'nalishga, o'sha ta'lim tilini ruscha tanlaydigan bo'lsa, unga o'tmaydi. Tushunarli, rahmat kattakon. Endi ko'zi ojizlar bo'yicha bir qancha savollar kelib tushgan, o'shalar bo'yicha Habibul aka bir tushuncha bersangiz, mana ko'z bo'yicha birinchi guruh imkoniyatim cheklangan. Ariza topshirib qo'ydim, abituriyentman. Yoshim 30 da, imtihon topshirish joyini Farg'ona qilib belgiladim. Lekin men Qo'qon davlat universitetida o'qimoqchiman. Bizni o'zlari chaqirishar ekan. Shunda mendan so'rashadimi, qayerda imtihon topshirasiz, qaysi oliygohga kirmoqchisiz deb. Saytda chiqmadi Qo'qon. Yana bitta savol. Men bilan qo'ng'iroq qilib bog'lana olishmasa, telefonlarim o'chiq bo'lsa, qay yo'l bilan imtihon bo'lishini qayerdan bilsam bo'ladi? Ko'z ojizlarga suhbat asosida bo'lar ekan, shuni aniqlashtirsangiz. Yana xuddi shu tarzdagi savol. Assalomu alaykum, men 2-guruh nogironiman. Nogironlik ko'z bo'yicha Nurli maskan maktabida o'qib bitirdim. Jurnalistikaga topshirdim. Aytingchi, menga imtiyoz qanday bo'ladi? Keyin birinchi fanim ijodiy ekan. Bu imtihonda nimalar so'raladi, nima imtihon bo'ladi degan ko'z ojizlar bo'yicha bir Habibul aka tushuntirishini berib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Demak, ko'zi ojizligi bo'lgan abituriyentlarimiz uchun bizda o'sha nogironligi bo'lgan abituriyentlarning ma'lumotini olish maqsadida ijtimoiy himoya milliy agentligining platformasiga integratsiya qilingan, ya'ni FTIK bazasiga. Bu yerda o'sha abituriyentimiz, ya'ni qaysi toifada ekanligi ham keladi ma'lumotlari. Shunda biz ko'zi ojiz bo'lgan abituriyentlarimizni ajratib olib, qabul yakunlangandan so'ng oliy ta'lim muassasalariga taqdim qilamiz. Bu hudud bo'yicha. Keyin oliy ta'lim muassasalari o'zlari bog'lanadi, ya'ni o'sha ko'zi ojiz bo'lgan abituriyentlarimizga va o'sha qaysi oliy ta'lim muassasasining qaysi ta'lim yo'nalishida, qaysi ta'lim shaklida o'qish istagi borligini aniqlaydi. Bu birinchi jarayon shu aniqlab olish bo'ladi. Birinchi jarayon to'liq yakunlangandan so'ng ikkinchi jarayonga o'tadi. Ikkinchi jarayonda bu imtihon jarayoni hisoblanadi. Ikkinchi jarayonda endi o'sha oliy ta'lim muassasasi aynan mana shu abituriyentimiz so'ragan Qo'qon davlat universiteti o'zi bevosita abituriyentimizga bog'lanadi. Bog'lanishdan oldin imtihon kunlarini belgilaydi. Ya'ni birinchi bosqichda to'liq qaysi vuzga, qaysi oliy ta'lim muassasasiga nechta, qaysi yo'nalish bo'yicha ko'zi ojiz bo'lgan abituriyentlarimiz o'qish istagi borligi aniqlanadi. Shundan kelib chiqib, ular imtihon kunlarini belgilaydi. Imtihon kunlari belgilangandan keyin oliy ta'lim muassasasi qabul komissiyasi o'zi abituriyentga bog'lanib, ya'ni qaysi kuni, qaysi soatda, qaysi binoga kelishligini tushuntiradi. Undan keyin o'sha abituriyentimiz o'sha belgilangan vaqtda, belgilangan joyga kelib, o'zlari uchun tayyorlab qo'yilgan imtihonda ishtirok etadilar. Endi bu o'sha ko'z ojizlardan suhbat, keyin braylda qanaqadir yana nimalar bor, to'liq ma'lumotim yo'q. Aynan imtihon qaysi shaklda va qanaqa tarzda o'tishligi to'g'risida, lekin o'sha o'zlariga moslashtirilgan imtihon jarayonlari bo'lib o'tadi. Imtihondan qatnashgandan keyin o'sha baholar e'lon qilinib, u yerda 5 ballik sistemada baholanadi. Shunda baholanib bo'lgandan keyin bularda o'qishga kirish kirmasligi o'sha paytda o'zida aniq bo'ladi. Endi bu yerda imtihon qabulga qarorda 2 xil yozilgan. 2 xil imtihon o'tkazilishi mumkin deb yozilgan. Yozma tarzda yoki og'zaki shaklda. Demak, qaysi shaklda o'tkazilishini oliy ta'lim muassasasi o'zi belgilaydi. Imtihon komissiyasiga ko'z ojizlar jamiyati yoki nogironlar jamiyatidan vakil kiritiladi deyilgan. Bunaqa talab ham bor. Va imtihon 2 xil baholash tizimi bo'yicha o'tkazilishi mumkin. 100 ballik baholash tizimida yoki 5 ballik baholash tizimida. 100 ballik baholash tizimida o'tkaziladigan bo'lsa, 55 ball va undan yuqori to'plaganlar o'tgan hisoblanadi. 5 ballik baholash tizimida 3 va undan yuqori ball baho olganlar imtihondan o'tgan hisoblanadi. Imtihonning formati shunaqa. Endi imtihon o'tkazish bo'yicha yuqorida menimcha hamma ma'lumotni berdingiz. Imtihonni qaysi oliy ta'lim muassasasida topshirish qulay bo'ladigan bo'lsa, o'sha ro'yxatga olish yakunlangandan keyin shu universitet bilan aloqa qilib turgani ma'qul menimcha.
Rahmat. To'g'ri, rahmat kattakon tushuntirib berganingiz uchun. Yana savollarimiz bor bir nechta. Assalomu alaykum. 2025-yildan boshlab birinchi fani chet tili bo'lgan abituriyentlar sertifikatsiz testga qatnasha olmaydi degan qaror chiqdi. Menimcha bu ikkinchi fan chet tili, ya'ni ingliz tili bo'lgan abituriyentlarga ham ta'sir qiladimi? Ya'ni ularning sertifikati yo'q bo'lsa, test topshira olmaydimi dedi. Bu savolga o'z qisqa javob berib o'tib ketaman. Yuqorida ham aytib o'tildi. Joriy yildan faqat o'sha birinchi fani chet tili bo'lgan abituriyentlar sertifikatsiz testda qatnasha olmaydi. Qolganlarda hech qanaqa o'zgarish yo'q. Ya'ni sizni sertifikatingiz bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar, siz o'sha imtihon tanlash uchun test sinovlarini chet tili bo'yicha o'zingizga mos keladigan tillardan birini tanlab topshirishingiz mumkin. Bu bo'yicha savol berildi. Jamshidbek, o'sha yana bitta imtiyoz bo'yicha savol bor ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men Xoldarov Madinaxon, umuman Andijon viloyati Asaka tumani. Eshitishim bo'yicha 4% imtiyoz DTM imtihonni 50 ball yig'ib kira olmasa, ball qo'shib o'qishga olib kiradi deb eshitdim. Ya'ni o'sha ball olib kira olmasa, o'qishga olib kiradi deb eshitdim, deyapti. Va men yoshlar daftariga kirganman. DTMga ro'yxatdan topshirsam, imtiyoz degan joyga 4% grant yozilib qo'yildi avtomatik tarzda. 4% grant menga o'qishga kirishimda foyda bo'ladimi? Qanday foyda beradi? Iltimos to'liq ma'lumot bering, debdi. Marhamat, Jamshidbek, agar savol tushunarli bo'lgan bo'lsa. Rahmat, tushunarli. Demak, abituriyentimiz ikkita masalani aytdi. Birinchisi yoshlar daftari masalasini ko'tardi. Yoshlar daftari chiqmayapti. Yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar uchun oliy ta'lim muassasalariga kirishda imtiyoz belgilanmagan. Endi ular to'lovdan ozod qilingan, shuni imtiyoz sifatida aytishimiz mumkin. Test sinovi uchun to'lovni amalga oshirmaydi, lekin imtihonlarda hech qanaqa imtiyoz ko'zda tutilmagan. Endi 4% grant bu xotin-qizlarga beriladigan imtiyoz. Uni to'liq nomi ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlar uchun beriladigan tavsiyanoma deb aytiladi. Qarorida umumiy grant soniga nisbatan 4% kvota ajratilishi belgilangan, lekin amalda 4% dan ko'p kvota ajratilyapti. 4% kvota odatda 1000 tadan ortiqroq kvotaga to'g'ri keladigan bo'lsa, amaliyotda ularga jami 2000 ta kvota ajratib berilyapti prezident tomonidan. Endi uni qo'llanishiga keladigan bo'lsak, bu tavsiyanoma xotin-qizlarning o'sha yashash hududidan kelib chiqib beriladi. Har bitta tavsiyanoma qaysi hududdan berilgani mavjud va 2000 talik kvota ham, balki bu yil ham 2000 ta tasdiqlansa kerak, hali bu yil uchun soni chiqmagan. Endi 2000 ta deb tursak to'g'ri bo'lsa kerak. Uni taqsimot amalga oshiriladi. Taqsimoti hududlar kesimida va sohalar kesimida bo'ladi. Demak, 14 ta hududga bu kvota bo'linadi va 14 ta hududning ichida ham 4 ta sohaga bo'linadi. 4 ta sohadan 3 tasi aniq belgilangan. Shu 3 ta sohaga kamida kvotaning 50% ajratilishi belgilangan. Bu sohalarga ajratilgandan qolgan barcha sohalar uchun amal qiladi. Shunda abituriyentimizni olgan tavsiyanomasi, demak, bular Andijondan olgan bo'lsa, Andijon viloyati uchun ajratilgan kvota uchun amal qiladi va Andijon viloyatida ham 4 ta kvota 4 ga bo'lingan bo'ladi. Demak, 3 ta soha va undan tashqari qolgan sohalar. Abituriyentimiz topshirgan ta'lim yo'nalishi qaysi sohaga tushadigan bo'lsa, shu soha uchun ajratilgan kvota doirasida andijonlik xotin-qizlar bilan bir joy uchun kurashadi, ya'ni tanlovda ishtirok etadi. Bu yerda abituriyentimiz qaysi hududdagi oliy ta'lim muassasasiga topshirganining ahamiyati yo'q. Shunday savollar ham bo'ladiki, abituriyent Toshkentdagi oliy ta'lim muassasasiga topshirgan bo'lsa, demak, Toshkentning kvotasida qatnashadimi degan savol bo'ladi. Demak, bu yerda oliy ta'lim muassasasi qaysi hududda joylashgani emas, abituriyent tavsiyanomani qaysi hududdan olgani muhim. Demak, abituriyent Andijondan oldimi, Andijonning kvotasida ishtirok etadi. Va bu yerda o'sha sohani ham bekorga ta'kidlamadik. Sohalar kesimida o'tish ballari farq qiladi. Shunday murojaatlar ham bo'lishi mumkin. Men 130 ball oldim. Tavsiyanomam bor edi 4%lik, lekin men o'qishga kira olmadim. Lekin men bilan bir xil tavsiyanoma olmagan bir dugonam 100 ball bilan o'qishga kirdi. Ikkalamiz ham bir hududdanmiz. Ikkalamiz ham bir xil tavsiyanoma olganmiz deyish mumkin. Demak, unda sohasi har xil bo'ladi. Shuning uchun sohalar kesimida kvota har xil va ularning o'tish ballari ham bir-biridan farq qiladi. O'tgan yillarni ko'radigan bo'lsak, qaysi sohalarda o'tish balli o'sha 150 ball, 140 ball bo'lgan bo'lsa, qaysi sohalarda o'tish balli o'sha minimum 68 ballga to'g'ri kelgan
nimalar ham bor. Adashmasam bu aniq fanlarda shunaqa bo'lgandi, pastroq bo'lgandi. Endi bu yil uchun ham shunaqa bo'ladi deya olmaymiz, lekin sohalar kesimida o'tish ballari bir-biridan tubdan farq qiladi. Shuning uchun shu narsalarni hisobga olib, o'zi bizning saytimizda adashmasam mandat.uzbekmb saytida o'tgan yilgi o'tish ballari, hatto imtiyozga ega abituriyentlar uchun ham o'tish ballari mavjud. Shular bilan tanishib chiqib, o'ziga mosini tanlasalar to'g'ri bo'ladi. Rahmat. Rahmat kattakon. Umuman yana sertifikatlar bo'yicha bir qancha savollarim bor. Nasimbek, shuni aniqlab ketsangiz. 0 ya'ni milliy sertifikat chiqib turibdi menda, tugash muddati 7-iyul. Lekin men xalqaro IELTS'ni yuklayman desam, xalqaro sertifikat turi joyidan ingliz tili chiqmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Demak, kabinetida milliy sertifikatini turibdi va xalqaro sertifikatni yuklamoqchi. Yoki bo'lmasa, o'sha chet tilidan olgan sertifikatni foydalanaman degan so'zi yo'q ekan. Milliy sertifikatda shu holatda ham qanday bo'ladi degan narsani bo'lyapti. Va chet tili bo'lgan abituriyentlarda chet til darajasi B2 bo'lishi kerakmi birinchi blokda yoki C1 bo'lishi kerakmi? Bu savolga ham o'tgan safar javob bergandik. Shuni umumlashtirib bir aytsangiz 3 ta savoldan. Nasimbek, marhamat. Talabgorlarda milliy yoki xalqaro sertifikat talab qilinadi. Agar milliy sertifikati bo'lsa, buni qayta yuklash talab qilinmaydi, chunki avtomatik ravishda ko'rinadi va o'sha 0 B2 daraja uchun ball beriladi. Xalqaro sertifikatni qayta yuklash, 2-3 ta sertifikatni yuklashga hojat yo'q. Keyingi savol, o'sha tegishli qarorlar bo'yicha B2 va undan yuqori daraja sertifikatlar uchun imtiyoz taqdim etiladi abituriyentlarga. O'sha chet tili talab qiladigan fakultetdagi topshirayotgan yo'nalishlarga topshirishsa, B1 yoki undan quyi darajalar qabul qilinmaydi. Rahmat. Rahmat kattakon. Umumiy holatda savollarimiz juda ko'p, takror kelyapti. Agar imkon bo'lsa qo'l ko'tarib ovoz so'rayotgan talabgorlarimizdan jonni bir eshitib ko'rsak, chunki vaqtimiz juda oz. Bu ovozli chatimiz mana 1 soatga yaqinlashib qoldi. Bir 2-3 nafar talabgorimizdan agar ulana olsak, o'shanda yaxshi bo'lardi. Marhamat. Savol berib qo'l ko'targanlardan Muslimaxon, sizga ovoz berildi. Sizga so'z berish uchun. Shahriorbek, marhamat, savolingizni yo'llashingiz mumkin. Mikrofoningiz ochildi. Oybek Tolibov. Bomurod Faxriddin o'g'li Abdishukurov. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Oybek Tolibov. Savolingizni yo'llang. Ikkita savolim borda. Birinchisi, sirtqi ta'lim yopilgani uchun hozir kvotalar kamroq chiqadi degan gaplar yuribdi. Ikkinchi savolim, imtihonlar qachon bo'ladi, o'tkaziladi? Shu savol. Xatbul aka, marhamat. Uzr, eshitilmay qoldi. Sirtqi ta'lim bo'yicha kvotalar kam chiqadimi yopilgani uchun va imtihonlar qachon o'tkaziladi dedi. Yuqoridan bir berganda qisqacha aytib o'tsangiz. Demak, sirtqi ta'lim shakli kvota berilish, ya'ni yopilishi belgilangan. Buni hisobiga boshqa kvotalar soni oshish yoki kamayishini ham buni bevosita bilim va malakalarni baholash agentligini vakolat doirasidagi narsa emas. Ya'ni biz imtihon o'tkazish va natijalarini e'lon qilish vakolatlari bo'lsa, yo'nalishlarga, ya'ni oliy ta'lim muassasalarini ta'lim yo'nalishlariga ta'lim shakli bilan kvotalar ajratish uzoq jarayon, ya'ni qanday shakllanishi bu oliy ta'lim muassasasi o'zi taklifini beradi. Keyin bu oliy ta'lim va fan innovatsiyalar vazirligi tomonidan ko'rib chiqilib, davlat komissiyasi tomonidan tasdiqlanadi. Ya'ni kvotalar hozirgi kunda biz aniq ayta olmaymiz, qaysi yo'nalishga nechta kvota berilishi yoki berilmasligi to'g'risida. O'sha bu tegishli qaror bilan tasdiqlangandan so'ng saytdan e'lon qilamiz. O'sha paytda bemalol tanishib olishlari mumkin bo'ladi. Ikkinchisi, imtihon bo'yicha savollarni berganda o'tgan ovoz chatda yozilgan, eshitib ko'rsangiz bo'ladi. Qachon imtihon bo'ladi, qachon topshiriladi degan narsaga savolga javob berilgan. Marhamat, mikrofonni ochib so'z berilgan
gapirishingiz mumkin, savolingizni so'rashingiz mumkin. Muslima, Shahriyorbek, yana kim bor? Jamshidbek, Samariddin ismli ishtirokchimiz. Shahriyor Inomjonov, sizga ham so'z berildi. Hadicha, Munavvar Yusupova, Mirilios ekan o'zi, Mirilios 07. Marhamat, so'z bergan ishtirokchilarimiz o'rtada mikrofonni bosib savolingizni berishingiz mumkin. Mas'ullar javob berishga harakat qilishadi. Sevara ismli ishtirokchimiz, Akmal ismli ishtirokchimiz. Javohir ismli ishtirokchimiz. Javohir 7,5. Zuhriddinovich ismli ishtirokchimiz. Marhamat, bir qator ishtirokchilarga so'z berildi. Kimda agar Uz nomli ishtirokchimiz kanal ekan. Farruh. Savollar bo'lsa, agar mas'ullarimizga kelayotgan qo'shimcha bir javob berish kerak bo'lgan savol bo'lsa, ishtirokchilarimizdan savol kelgunga qadar javob berib tursak bo'ladi. Va mana bir savol kelibdi. Jahongir, sizga bu bo'yicha birgina aytgandik. Sim karta onam nomida, ota-onam nomiga olingan sim kartadan men o'tsam, ertaga ro'yxatdan o'tganimda qandaydir xatolik bo'lib qolmaydimi deb nimadan bir 3-4 kishi yozgan ekan, 3-4 ta abituriyentimiz. Savolga tushunmay qoldim. Sim karta onalar nomida ekan yoki otalar nomida ekan, shunaqa bir 3-4 kishi. Va kimdir akasining nomida ekan, sim karta shundan ro'yxatdan o'tsam, ertaga imtihondan keyin qanaqadir xatolik bo'lib qolmaydi degan xavotiri bor ekan. Ota-onasi ukasining raqamidan ro'yxatga o'zida raqamdan emas, boshqa raqamga o'tgan uchun keyingi bosqichda yoki shu hozirgi bosqichda muammo bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki abituriyent agar fikri o'zgaradigan bo'lsa, qayta arzi topshirganda qayta SMS-ni tasdiqlash kerak bo'ladi. O'sha vaqtda unga abituriyentga noqulaylik tug'ilishi mumkin. SMS tasdiqlash ko'rdi akasiga, ota-onasiga yoki qarindoshiga borganda ko'rolmay qolish ehtimoli bor. Ikkinchi bosqichda xuddi shunaqa kabinetga qayta kirishda, misol uchun parolni unutib qo'yadigan bo'lsa, parolni tiklash uchun ham SMS kod bilan tasdiqlash kerak bo'ladi. U holatda ham muammo kelib chiqishi mumkin. Yoki keyingi bosqichda agar yo'nalishlarni ota bilan tanlash vaqtida oxirida SMS bilan tasdiqlash kerak bo'ladi. O'sha holatda ham abituriyentga noqulaylik tug'diradi. Imkoni bo'lsa o'zining raqami bilan yoki o'sha hech qanaqa muammo bo'lmaydigan ota-onasi boshqa shunaqa muammo bo'lmaydigan holatda o'tishlari mumkin bo'ladi. Tushunarli. Demak, marhamat, so'z berilgan ishtirokchilarimiz bo'lsa, mikrofonlarni yoqdik. 20 dan oshiq ishtirokchimiz, o'zi vaqtimiz ham 1 soatdan oshib qoldi, chunki to'g'ri tushunasiz, bu 1 soatga yaqinlashib qoldi. Jalolbek aka, ruxsat bersangiz bitta savol bor, shunga javob berib ketsak. Izohda bir abituriyentimiz yozyapti. Ro'yxatga olish tugadi deb hisoblaylik. Biz imtihon kuni qaysi manba orqali bilib olamiz? Telefon raqami orqali ham maxsus xabarnoma yuboriladimi deb so'rayapti. Ya'ni ro'yxatga olish tugagandan keyin imtihon kunini biz qayerdan bilamiz? Qaysi manbadan bilamiz? Telefonimizga SMS keladimi? Deyaptilar. Ruxsat bersangiz shunga ham javob berib ketsak. Ruxsatnomalar o'sha abituriyentlarimiz ro'yxatdan o'tayotgan saytda e'lon qilinadi. Demak, bu asosiy sayt agentlikning my.uzmebin.uz sayti. Abituriyentlar o'sha ro'yxatdan o'tgan joyidan, o'zining shaxsiy kabinetidan Oliy va professional ta'lim muassasasiga qabul bo'limini ichidan ruxsatnomani olishlari mumkin bo'ladi. Endi ruxsatnomalar qachon e'lon qilinishi haqida yuqorida qayta aytildi, imtihondan 1 hafta oldin deb. Biz tavsiya qilamiz abituriyentlarimizga mana shu ovoz chat o'tkazilayotgan agentlikning rasmiy Telegram kanalini kuzatib borishsa,
test sinovlari boshlanishidan kamida bir hafta oldin ruxsatnomalar e'lon qilinadi va ruxsatnomalar e'lon qilingani, imtihonlar qaysi muddatlarda bo'lishi, o'zi umuman mana shu oliy ta'lim muassasalariga qabul bo'yicha asosiy ma'lumotlar agentlikning rasmiy Telegram kanalida berib boriladi. Shuning uchun shu kanalni kuzatib boringlar yoki har kuni demasak ham o'sha iyul oyida, albatta iyun oyi shart emas, iyul oyida har 3 kunda bir o'sha kabinetida balki kuzatib borishsa imtihonni o'tkazib yuborishmaydi. Eng asosiy tavsiya sifatida shu agentlikning rasmiy Telegram kanalini yoki rasmiy veb-saytini kuzatib borishlarini tavsiya qilamiz. Ruxsatnomalar kabinetida chiqadi. Telefon raqamiga xabarnoma yuborish bo'yicha so'rayapti. Telefon raqamiga hech qanaqa SMS xabarnoma yuborilmaydi. Shuning uchun telefonga SMS keladi deb xotirjam bo'lib qolmanglar. Rasmiy manbalarni kuzatib boringlar. E'lon berilgandan so'ng kabinetingizga kirib ruxsatnomangizni yuklab olishingiz kerak. Endi shu yerda yana bitta savol berilyapti. Abituriyentlar o'sha soni bu yil kamroq bo'lyapti. Bu qanchalik talabgorlar uchun foydali yoki zararli deyapti. Bu menimcha bemalol foydali deb aytsak bo'ladi. Bu o'zaro raqobat. Bir o'ringa abituriyent soni kam bo'ladigan bo'lsa, bir o'ringa tanlov shunchalik kam bo'ladi. Buni hech qanaqa zararli joyi yo'q. Endi hali buni kam bo'ladi, ko'p bo'ladi bilmaymiz. Ro'yxatga olish yakunlangandan keyin bilamiz. Rahmat. To'g'ri, rahmat kattakon. Umuman abituriyentlarimizdan bu ovozli shartlarimiz hali davom etadi. Shu narsani bir to'g'ri tushunishingizni so'raymiz. Siz savolingizda aniq savol berish nimasiga o'ting, chunki savollarda izohlarda yozilayotgan joylarda qisqa bo'lak qilib qayta takror yozganingiz bilan bu to'liq javob berishga olib kelmaydi, chunki siz yozayotgan vaziyatingiz har xil va sizni vaziyatingizni bizga tushunarsiz bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda shaxsiy ma'lumotlar tarqatilmaydi. Bu o'sha Telegram tarmog'ida tarqatilib bizga pasport yoki PNF yoki boshqa ma'lumotlaringizni ola olmaymiz. Shuning uchun savolingizda aniq, to'liq va yakuniy qilib yozib bersangiz, biz albatta bu bo'yicha javob berishga harakat qilamiz. Bugungi ovozli chatda mana 1 soatdan oshiq davom etdi. Yig'ib olingan savollar bo'yicha barchasi bo'yicha javob berishga harakat qildik. Ayrimlari qolib ketgan bo'lsa, yana keyingi bo'ladigan ovoz chatlarimizda albatta bu savollarga to'xtalib o'tamiz. Agar mas'ullarda qo'shimchalar bo'lmasa, ovozli chatimizni yakunlasak, chunki mana 20 dan oshiq talabgorga ovoz berildi, so'z berildi, to'g'riroq savol hech kim bermadi, balkim o'sha boshida bosib chiqib ketgan bo'lishi ham mumkin Telegramda. Javlonbek aka, ruxsat bersangiz bitta shunday kichkinagina qo'shimcha bor edi. Marhamat. Hozir so'rashyapti ko'pchilik. Professional ta'lim muassasalariga hujjat topshirmoqchi edim. Chiqmayapti yoki bo'lmasa shunga o'xshagan savol bo'lyapti. Professional ta'lim muassasalarini ikkita bosqich, ikki xil nimasi bor. Bu o'sha oliy ta'lim, to есть 11 hajmni bitirgan o'sha aynan texnikumlar uchun yokida professional kasb-hunar maktablari. Demak, kasb-hunar maktablari va akademik litseylarga qabul Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining asosiy sayti my.edu.uz platformasi orqali qabul amalga oshirilyapti. Ya'ni bu jarayonda bizga bog'liq jarayon yo'q. Ya'ni bu bevosita vazirlikning o'zining xizmati. Shuning uchun agar o'sha professional ta'lim, ya'ni kasb-hunar maktablariga yoki akademik litseylarga hujjat topshirish istagida bo'lgan nomzodlar bizdan savol so'rab yoki bo'lmasa bizga murojaat qilib o'zlarini qilmasdan bemalol o'sha my.edu.uz platformasiga kirib ro'yxatdan o'tishlari mumkin bo'ladi. Ma'lumot uchun aytib qo'yaylik shuni ham. Chunki bizdan so'rashyapti, biz har qaysiga bittalab tushuntirib nima qilyapmiz. Umumiy o'shani ham naqib ketsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Rahmat kattakon. Yana mas'ullarimizda bormi qo'shimchalar? Agar qo'shimcha taklif boshqa nimalar bo'lmasa, barcha ishtirokchilarga minnatdorchilik bildiramiz. Imkon doirasida javob berishga harakat qildik. Yana savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirib qo'ying, faqat batafsil to'liq savol berishga harakat qiling. Chunki savollar uzuq-yuluq berilgan vaqtida biz to'liq mantiqiy tomonni bog'lab ola olmasligimiz mumkin. Barcha abituriyentlarimizdan so'rab qolamiz. Ro'yxatdan o'tish muddatlari oz muddat qoldi. Bunda sertifikatlar yoki boshqa holatlarni yuklash, xalqaro sertifikatlarni yuklash uchun ham imkon doirasida tezroq yuklashlarini so'raymiz va tanlovlarni o'sha
fanlar majmuasini tanlagan holda to'liq ro'yxatdan o'tib qaydnomani shakllantirib olishlarini so'raymiz. Barchaga sog'lik, salomat bo'ling. Keyin navbatdagi ovoz chatlarda uchrashguncha xayr deymiz.